Ho'p, bugun sizlar bilan Tint brend aslında ishlab chiqarilgan yangilik narsalarimizdan ko'rib o'tamiz. Shulardan biri hozirgi zamon talabi BYD'lara relay напряжение juda aqlli va original narsa. Qo'ysangiz hech yanglishmaysiz. Keyingi narsamiz mexaniskiy relay время. Bassillarda foydalanish mumkin. Suv havzalarida, не только suv havzalari, boshqa maqsadlardan foydalanish mumkin. Ya'ni nasosni har xil ishlatish uchun. Keyingimiz bu differensialniy avtomatni toza vipiskasi har xil zaмкнутый holatda ham, zamikaniyadan ham, keyin utechkadan ham zashta qilib beradi. Keyingimiz relay время ponni programma qilsa bo'ladi, o'chirish, yoqish vaqti haftalik programmadan buzib o'tish mumkin. Bir haftani ponni pametida saqlab qoladi. Va relay напряжениямizning original varianti, relay напряжение faqat faza almashgan